Shahnoza opa, massaj sohasidan ketdingizmi? Avvalambor assalomu alaykum. Mani shu savollarimga javob olaman deb uyimga kelibsiz. Juda ham xursand bo'ldim. Albatta, massaj sohasidan ketdingizmi degan savollar juda ham ko'p keldi. O'zimga ham yetishdi. Yo'q, massaj sohasidan ketganim yo'q. Lekin yilni boshida e'tibor qilgan bo'lsanglar, 2025-yilda o'z ustimda ishlayman, sohamni yana ham mukammallashtirib, ozgina ruhiyatimni o'stirish bilan band bo'laman degan edim. O'shanda oxirgi seminarimda Hiltonda bo'lib o'tganda 2025-yilning oxirgi seminari deb aytgan edim, yodinglarda bo'lsa. Shu seminarni o'tkazdim. Xabari borlar bor. Chet el safarlarida bo'lyapman va o'zim ustimda ishlash bilan bandman va olayotgan darsliklarim jarayonida juda ko'p narsalarni tafakkur qildim. Instagramga ishimiz yuzasidan to'g'ri bog'lanib qolibmiz-u, lekin o'zimizni o'stiradigan, ilmimizni oshiradigan farz bo'lgan amallarimizdan nariroqda bo'lib qolibmiz. Shu sababli uzilish biroz bo'ldi va ustimda ishlayapman. Sizlar bilan Xudo xohlasa yengilliklar bilan yana ko'rishamiz. Yana bir savolinglar bor ekan, yuzingizni ko'rsatmayapsiz nimaga deb. Bu ham shu olayotgan ilmim yuzasidan qo'yishim noto'g'riligini tushunib yetganligim uchun yuzimni qo'yib chiqmoqchi emasman.